O'zgidromet ertaga 26-iyun kuni kuzatiladigan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Unga ko'ra Qoraqalpog'iston Respublikasi Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Kechasi 16-21 daraja, kunduz kuni 28-33 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayib, chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 19-24 daraja, kunduz kuni 30-35 daraja issiq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo va Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayib, chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 19-24 daraja, kunduz kuni 30-35 daraja issiq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayib, chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 21-26 daraja, kunduz kuni 34-39 daraja issiq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda o'zgaruvchan bo'lib, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi, chang-to'zon kuzatilishi kutilmoqda. Kechasi 22-27 daraja, kunduz kuni 30-35 daraja issiq bo'ladi.